yosh bolalarda ko'p uchraydigan bo'g'im yoki muskul og'riqlari. Bu holatlarda har doim ham revmatologik kasallik kelib chiqmaydi. Qo'rqmang. Ya'ni sindrom доброкачественной artromiyalgiya degan diagnoz bor. Bu diagnozda bola o'sayotgan paytida, ko'p fizический nagruzka qilgan paytida yoki bo'lmasam ostriy respiratorniy infeksiya paytida, ya'ni oddiy ORV va gripp paytida ham ushbu og'riqlar bo'lishligi mumkin. Lekin agarda sizni farzandingizda bo'g'imlari shishgan, qizargan yoki harakatida o'zgaruv mavjud bo'lsa, u holatda o'z vaqtida детский revmatologga murojaat qilishingiz so'raladi. Revmatologik diagnozni pediatr yoki lor vrach yoki travmatolog tasdiqlamaydi. Faqatgina yosh bolalar revmatologi tarafidan tasdiqlanishi shart hisoblanadi. Shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.